Qolaylaştırılgan iman yürüşlüki 6. kısım El-Qadai vel-Qadar. Allah'ın tutgan takdirini biliş ve onunla işiniş. Abduri Şeyh Muhammed el-Cibali. 1. bab. İmanın 6. rukunu. Cibril hadisi degan nom bilan tonilgan mashhur hadisda Cibril alayhissalomning natonish birining siyaqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va uning sahobalarni ziyorat qilib, sahobalarga dinning muhim asoslaridan ta'lim berganligi bayon qilingan. Izohat. Biz bu hadis haqida yurishlik o'qishliklarimizning birinchi qismi bo'lgan Allohni bilish kitobida tafsili to'xtaldik. Mazkur yurishlik o'qishliqining birinchi qismidan 5-qismigacha tuvan bosqichdagi o'quvchilarni va so'zlik miqdori tuvan o'qirmanlarni nazarda tutgan holda nisbatan yengil til va oddiy uqumlar qo'llanildi. 6. kitob bo'lsa to'liq o'rta maktab o'quvchilariga va doim kitob o'qib turadiganlarga qaratilganligi uchun o'rta hal saviyadagi til va uqumlar qo'llanildi. Shundaqla nurg'un diagramma va jadvallar qistirildi. Ve şu orqali bu kitap taqdirga aloqador murakkab masalalarni tushunishdagi yaxshi qo'llanma bo'lib bitib chiqdi. Alhamdulillah. Izohat tugadi. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Tarjimasi: iymon degan sening Allohga, uning farishtalariga, uning kitoblariga, uning payg'ambarlariga, oxiratga, yaxshilik va yomonlikning Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligiga qat'iy ishonishingdir. Imom Buxoriy, Imom Muslim va boshqalar Umar ibn al-Xattab radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Izohat. Biz bu yerda tilga ilingan yaxshilik va askilik yoki yomonlikning insonlarning nazaridagi nisbiy yaxshilik ve yamanlık ekanligini keyingi bablarimizda tafsili tanıştırırız inşallah. Ameliyette bo'lsa Allah subhanahu wa ta'ala irade qilgan, vücudga keltirgan ishlarning hammasi mutlaq yaxshiliklardir. Izohat tugadi. Yani bu hadisda iymonning 6 turiga bayon qilingan. Ular Allohga iymon etish, farishtalarga iymon etish, samoviy kitoblarga iymon etish, payg'ambarlarga iymon etish, qiyomatga iymon etish, taqdirga iymon etish. Mazkur kitob iymonning 6 turiki, ya'ni taqdirga iymon etish to'g'risidadir. Biz cho'qim bu turiklarning hammasiga iymon keltirishimiz kerak. Bu turiklarning ikkinchisidan 6-siga bo'lgan har qanday birini inkar qilish bevosita Allah subhanahu wa ta'alani inkar qilganga barobardir. Chunki bu turiklar birdek Allah subhanahu wa ta'alaning kattaligi va hukmronligining namoyandalaridir. Shu sababdan bu turiklarning birarsini rad qilish Allah subhanahu wa ta'alaning oliy sifatlarini rad qilganlik bo'ladi. Masalan, ahiret günüge iman etmezlik öz nöbetide Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizni yaratıştaki mükemmel hikmetini ve onun bizge boğan çeksiz adaletini inkar qilganlikdir. Hani shuningdek taqdirmu Allah subhanahu wa ta'ala'nın intayin muhim bazı sifatlarının namoyandisidir. Biz tuvanda bu vaqtda tafsili to'xtalamiz ve taqdirga to'g'ri iymon keltirishning Allah subhanahu wa ta'alaga haqiqiy iymon etish bilan chambarchas bog'lanib ketganligini tonib yetamiz inshaalloh. Taqdirga iymon keltirishning muhimligi. Taqdirga qat'iy ishonish iymonning zarur shartidir. Birov taqdir haqida to'g'ri aqidaga ega bo'lmaguncha haqiqiy mu'min hisoblanmaydi. Ali radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi:
bende 4 narsaga iymon keltirmaguncha iymon etgan bo'lmaydi. Ular tövendikicha. Birinchidan, u Allah'tan başka ibadetke layık, hakiki ilah yok deb guvohlik bermigicha. İkinciden, mening Allah'ның Rasuli ekanligimga ve Allah'ның meni haq risale bilan avatganligiga guvohlik bermigicha. Üçüncüden, o'lgandan keyingi tirildirilishga iymon keltirmigicha. Dördüncüden, taqdirning hammasiga iymon keltirmigicha. İmam Tirmizi, İmam İbn Majah ve başkalar toplagan Şeyh Albani Mishkat 100. numar ve As-Sunan 130. numarda sahih deb baholagan. Jabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: bende taqdirga yaxshilik va yomonlikning taqdir bilan bo'ladiganligiga iymon keltirmaguncha, o'ziga taqdir qilingan narsaning cho'qim yetmay qolmadiganligiga, taqdir qilinmaganining hargiz xato yetib qolmaydiganligini bilmaguncha iymon etgan bo'lmaydi. İmam Tirmizi ve İmam İbn Hadi toplagan. Şeyh Albani As-Sahiha 2939. numarda sahih deb baholagan. Zeyd ibn Sabit, Ubay ibn Ka'b ve başka sahabeler radıyallahu anhum ecmaîn Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: agar Allah subhanahu ve taala osmon va zamin ahlini azoblamoqchi bo'lsa, azoblaverdi. Ularga zulm qilgan bo'lmaydi. Agar Allah subhanahu ve taala ularga rahmat qilmoqchi bo'lsa, Allah'ның rahmeti ularning amallaridan ko'p afzaldir. Agar Uhud tig'idek oltinni Allah yo'lida sarf qilsangmi, toki sen taqdirga iymon keltirmaguncha Allah onu senden qabul qilmaydi. Shuni bilginki, sana putilgan narsa sana cho'qim yetmay qolmaydi. Putilmagan narsa sana hergiz xato yetib qolmaydi. Sen buningdan boshqa e'tiqodning ustida o'lsang, dovzaxga kirsan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullah. İmam Ahmed, İmam Abu Davud ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Mishkat 111. numar ve As-Sahiha 2939. numarda sahih deb baholagan. Taqdirni inkar qilguvchi qattiq azobga duchor bo'ladi. Taqdirni inkar qilish dunyo oxiratda qattiq azobga sabab bo'ladigan kufri qilmishdir. Taqdirni inkar qilguvchi bu dunyoda uchraydigan azob haqida Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: ummatimda yer yutish va surati hayvonnikiga o'zgartib o'tilish yuz berdi. Ve bu ishlar taqdirni inkar qilguvchilarning ustiga bo'ladi. İmam Tirmizi, İmam Abu Davud ve başkalar toplagan. Şeyh Albani Mishkat 102. numarda Hasan deb baholagan. Buningdan sirt taqdirni inkar qilguvchilar oxiratda texmi qattiq azobga duchor bo'ladi. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivoyat qilindiki, Quraysh mushriklari Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilan taqdir haqida jidallashganda Qamar suresidagi tövendeki ayetler nazil bo'lgan. Tarjimasi: ular dovzaxda dum yotqizilib so'rildigan kunda ularga dovzaxning azobini tetinglar deyildi. Biz haqiqatan hamma narsani qadar, ya'ni taqdir bilan yaratdik. Bu vaqtki hadisni İmam Muslim, İmam Tirmizi ve başkalar toplagan. Qado ve qadarning aniqlamasi. Odatda Allah subhanahu ve taala'nın taqdiri qado
ve qadirdan iborat ikki atalg'u orqali ifodalanadi. Biz bu bölekte mushu ikki hukmning ma'nosi va munosabati haqida to'xtalamiz inshaalloh. Qado hukmi. Qado ve onun türlengen şekilleri Kur'an-ı Kerim'de 60 neçe qitim zikir kılıngan. Bu sözünün xilma-xil ma'nolari bor bo'lib, ko'p uchraydiganlari tuvendikçe. Birinci, hüküm, buyruq, qoida, nizam ma'nolarida keladi. Masalan, Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tercümesi, Rabbing faqat onun o'ziga ibodat qilishinglarni ve ota-onanglarga yaxshilik qilishinglarni buyurdi. Sure İsra 23. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala yeni shunday deydi. Tercümesi, Allah ve onun peygamberi birer işte hüküm çıkargan çağda ayal müminlerinin öz işide ihtiyarlığı bulmaydı. Sure Ahzab 36. ayet. İkinci, xulasa, tamamlaş, öldürüş, halak kılış ma'nolarida keldi. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tercümesi, ula, yani İslam'a kirishni terk etkenler, fakat Allah'ın kıyamet günü halayiqning arasında hüküm çıkarış için bulut parçaları içinde kelişini, periştilerinin kelişini ve halayiqning arasında hüküm çıkarılışını kütemdi. Hem iş Allah'a qaytırıldı. Sure Bakara 210. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala yani shunday deydi. Tercümesi, Musa onu musht bilan birini urib o'ltirib qo'ydi. Sure Qasas 15. ayet. Üçüncü, yaratish, barpo qilish, yasash ma'nolarida keladi. Masalan, Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tercümesi, Allah 7 osmonni 2 kunda yaratdi. Sure Fussilat 12. ayet. Dördüncü, Allah subhanahu wa ta'ala'nın aldın ala bilişige mas halda birer işini karar kılışı yoki hüküm çıkarışını bildirdi. Mesela Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tercümesi, Allah osmonlar ve ziminni yo'qdan bor qilg'uchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Sure Baqara 117. ayet. Allah subhanahu wa ta'ala yani shunday deydi. Tercümesi, bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir. Sure Maryam 21. ayet. Yuqorqi ma'nolarning hammasi o'zaro bog'lanishlik bo'lsa-mu, eng oxirgi, ya'ni 4-chi ma'nosi bizning muhokimamizga hammadan bak munosabatlikdir. Qadr hukmi. Qadr ve onun türlengen şekilleri Kur'an-ı Kerim'de 100 neçe qitim zikir kılıngan. Bu sözünün xilma-xil ma'nolari bor bo'lib, ko'p uchraydiganlari tuvendikçe. Birinci, ölçem yoki miqdor ma'nolarida keladi. Masalan, Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tercümesi, qandaq narsa bo'lmasin, onun xazinesi, ya'ni xazinaning ochqichi bizning dargohimizdadir. Biz onu faqat ma'lum miqdordala tushiramiz. Sure Hijr 21. ayet. İkinciden, qadr qimmat, izzat, hurmat ma'nolarida keladi. Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tercümesi, ular Allah'ni loyiqida ulug'lamadi. Sure Zumar 67. ayet. Üçüncü, Allah subhanahu wa ta'ala'nın Al-Qadir, yani hammaga qodir degan ismining namoyandasi bo'lgan kuch qudratini bildirdi. Masalan, Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Tercümesi, Allah hakikaten her narsaga qodirdir. Sure Baqara 20. ayet. İmam Ahmed rahimahullah bu haqda qadar Allah'ның qudratidir degan. İbn Hani İmam Ahmed'den so'ralgan savollar 2. jilda 155. bet. 4.
Allah subhanahu va taolaning oldin bilishiga mos holda bandalarining barliq ishlarini oldin bekitib o'tganligini bildirdi. Masalan, Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: biz haqiqatan hamma narsani taqdir yoki o'lcham bilan yaratdik. Sura Qamar 49-oyat. Allah subhanahu va taolo yana shunday deydi. Tarjimasi: Allah'ın emri ezelden bekip ketken özgermez hükümdür. Sura Ahzab 38-ayet. Kadir sözü. Kadir degen sözün ma'nosi odatda qadarnikiga o'xshib ketadigan bo'lib, miqdor, hukm yoki buyruq degan ma'nolarni bildirdi. Masalan, Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: biz Qur'onni haqiqatan Qadr kechasida nozil qildik. Qadr kechasining nima ekanligini bilamsan? Qadr kechasi sharaf va fazilatda 1000 oydan ortiqdir. Sura Qadr. Qadr kechasi Allah subhanahu va taolo 1 yillik hukmlarni tushiradigan va maxluqotga aloqador barliq narsalarning miqdorini belgilaydigan kechadir. Xulosa: biz yuqorqi misollardan qado va qadr iboralarining o'xshash ma'nolarga ega ekanligini, shundaqla birining yana birini taqozo qiladiganligini bilib oldik. Qadr qadoni taqozo qiladi. Chunki Allah subhanahu va taoloning qadri, ya'ni ishlarni oldin bekitib etishi, uning qadosi, ya'ni buyruq qilishi yoki yaratishi bilan natijalanadi. Shuningdek, qadomu qadrni taqozo qiladi. Chunki Allah subhanahu va taolodan bo'lgan bir qado, ya'ni hukmning oldida cho'qim uning qadri, ya'ni oldin bekitib etishi bor bo'ldi. Qadr va qado Allah subhanahu va taoloning oldin bilgan holda hukm qilishi va oldin bekitib etishidir. Bu ikkisi Allah subhanahu va taoloning o'z maxluqotlari ustidagi hukmronligi va kontrolining namoyandasidir. Bu Allah subhanahu va taoloning qilganlaridan so'ralmaydigan Rabb ekanligini ko'rsatadi. Biz bu kitobda qadr va qadoni ifodalashda birdek taqdir yoki Allah taolaning taqdiri degan atalg'ini ishlatamiz. Taqdirni tushunish ko'rsatmasa, biz taqdirni tushunish uchun tövendeki muhim prinsiplarni esda ching saqlashimiz kerak. Birinchi, g'ayb ilmlar. G'ayb insonning sezgisidan alqıgan barliq ilmlarning jug'lanmasidir. Biz bu to'g'risida keyingi bablarda tafsili to'xtalamiz inshaalloh. Biz g'aybga aloqador ilmlarni faqatla Allah subhanahu va taoloning bildirish orqali, ya'ni Qur'on va sahih sunnat orqali bilalaymiz. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: g'aybning ochqishlari Allah'ның dergahidadır. Onu Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Sura An'am 59-ayet. Gayb ilimler Allah subhanahu wa ta'alaga, Allah subhanahu wa ta'alanın periştilerge, asmanlaga, cennetge, devzakka, cinlaga, yirak ötmüşge ve kelgüsüge alakadar ilimlerini öz içine alıdı. Biz g'aybga aloqador masalalarda tuvendagi muhim qoidalarga bo'ysunishimiz kerak. Birinchi, Qur'on sunnatda bayon qilingan g'ayb masalalarni cho'qim to'liq qabul qilishimiz va ularga iymon keltirishimiz kerak. Ikkinchi, Qur'on sunnatdagi g'aybga aloqador oyat hadislarning inson aqli yetadigan doirada real ma'nolari bor. Agar undaq bo'lmagan bo'lsa, Allah subhanahu wa taolo ularni bizga bayon qilmagan bo'ladi. Masalan, jannatdagi dal-daraxtlar, meva-chevalar, daryolar, uncha marvoyitlar
va biz biladigan boshqa narsalar bayon qilingan oyat hadislarga o'xshash. Gerçi cennetdeki mengü tügümes naz nimetlerini bu dünyanın ötkinci nimetleriga seliştirg'il bo'lmasa-mu, bu xil dalillar bizni cennetning qandoqligi haqida dastlabki tushunchaga ega qiladi. 3. Qarshi dalil bo'lmaganlar ahvolda g'aybga aloqador masalalar Qur'on sunnatda bayon qilingan peti tushunilishi va sharhlanishi kerak. 4. Bizning aqlimiz mushu moddiy dunyodagi tajribalarimizni asos qiladi. G'ayb bo'lsa bizninkidan farqli dunyoga aloqador bo'lg'achqa, bu dunyodagi fizikalik qonuniyat g'ayb olamiga qarta kuchga ega bo'lolmaydi. Shuning uchun biz g'aybiy masalalarni bu xil fizikalik qonuniyatlarga bo'ysundirishga urinmasligimiz kerak. Allah subhanahu va taolaning sifatlariga iymon keltirish. Bizning Allah subhanahu va taolaning Qur'on va sahih hadislarda bayon qilingan ism sifatlari haqidagi aqidamiz cho'qim to'g'ri bo'lishi, ya'ni tövendeki qoidalarga uyg'un bo'lish kerak. 1. Biz cho'qim Allah subhanahu va taolaning barliq ism sifatlarini qabul qilishimiz, inkor qilmasligimiz kerak. 2. Allah subhanahu va taolaning barliq ism sifatlarining haqiqiy ma'nosi bor. 3. Allah subhanahu va taolaning barliq sifatlari mukammaldir. 4. Allah subhanahu va taolaning ism sifatlari uning mahluqotlaridan hech birinikiga o'xshamaydi. 5. Allah subhanahu va taolaning ism sifatlari g'ayb ilmlaridan bo'lg'achqa, bu ism sifatlarni kayfiyatini surishtirmasdan, ya'ni ularni o'zimizning to'limi cheklik ilmimiz orqali sharhlashga yoki burumlashga urinmasdan o'z beti qabul qilishimiz kerak. Allah subhanahu va taolaning ba'zi sifatlari bizning taqdir haqida muhokimamizga zich bog'lanishliq. Ulardan ba'zilari tuvandikcha. Allah subhanahu va taolaning Al-Alim, hammani bilguchi ismining namoyandasi bo'lgan ilmi. Allah subhanahu va taolaning Ad-Dayyan, Ali hukmdor ismining namoyandasi bo'lgan adolati. Allah subhanahu va taolaning Al-Hakim, eng hikmatlik ismining namoyandasi bo'lgan hikmati. Allah subhanahu va taolaning Al-Qadir, hammaga qodir ismining namoyandasi bo'lgan qudrati. 3. Aqlimizning cheklikligini e'tirof qilish. Biz ham Rabbimiz Allah subhanahu va taolaning qilmishlariga savol qo'ymasligimiz, ham aqliy iqtidorimizni oshirib o'ylab olmasligimiz kerak. Bizni, ya'ni o'z qullarini savol so'roq qilishga tamoman haqli zot Allah subhanahu va taoladir. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi. Ulardan savol so'roq qilindi. Sura Anbiya 23-oyat. Biz o'zimizning aql doirasidan halqib ketgan masalaga duch kelganda o'zimizning ojiz ekanligini e'tirof qilib, har vaqt Allah subhanahu va taolaning ko'rsatmasiga bo'ysunishga tayyor turishimiz lozim. Bo'libmi insoniyatning aqliy quvvatiga takror jang e'lon qilib kelgan taqdirga aloqador masalalarda shunday qilishimiz teximiz o'rir. O'zimizning iymon masalasida cheklimiga ega ekanligimizni e'tirof qilish nodonlikdan derak bermaydi. Dal shuning aksicha, u haqiqiy ilmdan derak berdi. Abu Ja'far At-Tahavi rahimahullohning aytganidek, diniy ilm tuvandagidek ikki turlik bo'ladi. Birinchi, kishilarga, payg'ambarlarga qilingan vahiy orqali ato qilingan ilm. Bu ilmni rad qilish Allah subhanahu va taolaning ko'rsatmalarini rad qilganlik bo'ladi. Ikkinchi,
hech qachon insonlarga berilmagan ilm. Bu xil ilm haqida o'z beshimchilik qilish o'p-ochiq haddidan oshqonliqdir. Sharh Tahaviya 262 bet. 4. Taqdir haqida bas munozir qilishdan saqlanish. Taqdir sap imonga aloqador tema bo'lib, uning nurg'un sirlari bizga bilindirilmagan. Shu sababdan biz taqdirga aloqador mujmal nuqtalar haqida talash-tortish qilishdan saqlanishimiz kerak. Chunki bu xil talash-tortishlar sal qarg'ili bo'lmaydigan xatoliklarga yo'l ochadi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Sahobilarim tilga ilinganda jim turinglar. Yulduzlar tilga ilinganda jim turinglar. Taqdir tilga ilinganda jim turinglar. Imom Tabrani, Imom Abu Nuaym va boshqalar to'plagan. Shayx Albani As-Sahiha 34-nomerda sahih deb baholagan. Abu Hurayra radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qitim masjidga kirib, sahobalarining taqdir to'g'risida munozir qilishayotganligini ko'rib, achchig'idan yuzlari qizirib ketgan va shunday degan. Tarjimasi: Sizlar mushunda qilishga buyurilganmi yoki men mushuning uchun sizlarga payg'ambar qilib avatildim-mi? Sizlardan ilgirki ummatlar bu haqda talash-tortish qilganlik uchun halok bo'lib ketgan. Men sizlarning taqdir haqida talashmasliklaringizni qattiq tavsiya qilaman. Imom Tirmiziy to'plagan, Shayx Albani Mishkat 95-nomerda hasan deb baholagan. Abdullah ibn Amir radiyallohu anhuma o'xshash voqeani bayon qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: Sizlar nima uchun Allohning kitobining bir qismini yana bir qismiga zidlashtirsizlar? Sizlar shuning uchun yaratilganmi yoki sizlar shuningga buyurilganmi? Sizlardan ilgarikilar ana shu taqdir haqida talash-tortish qilganligi sababli halok bo'lgan. Imom Ibn Majah va Imom Ahmad to'plagan. Shayx Albani Mishkat 95-nomerda As-Sunan 406-nomerda hasan deb baholagan. Imom Tahaviy rahimahulloh shunday degan. Taqdir Alloh subhanahu va taolaning maxluqoti orasidagi maxfiyatidir. Allah subhanahu va taala uni yaqin farishtalarga payg'ambarga bildirmagan. Taqdir haqida bak ichkirlab ketish mag'lubiyatga, ziyonga va oshqunlikqa apirdi. Sharh Tahaviya 249-bet. Abu Hurayra radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ba'zida ig'izimizdan chiqarish to'limi ig'ir keladigan ishlar ko'nglimizga keladi deganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rostli shunda his qilamsizlar degan. Sahobalar shunda deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu sap iymondir degan. Imom Muslim 132-nomerli hadis, Imom Ahmad va boshqalar to'plagan. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarining taqdirga munosabatlik nozik masalalarni ig'zidan chiqarg'usi kelmaganligini sap iymonning alomati degan. Bizning bu vaqtdagi maydonimiz ham shunday bo'lishi kerak.